Nomus va sharaf bilan qilingan qasamning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hukumat guvohlik o'rni yoki sud mahkamasi va boshqa o'rinlarda bergan guvohligimizning yoki bajargan ishimizning rost va to'g'ri ekanligi haqida bizdan talab qilingan nomus va sharaf bilan qasam qilish shar'an cheklangan qasam doirasiga kiramdi. Kirsa, shunda qasam berib qolgan kishiga qanday kafarat yoki jazo keladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Qasam ichishdan qasam ichguchining bir narsani qilish qilmaslik irodasini yoki so'zining rostligini ta'kidlash maqsad qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq chekilgan: kimki qasam qilmoqchi bo'lsa, Alloh bilan qasam qilsin yoki jim tursin. Yana bir hadisda, kimki Allohdan g'ayri bilan qasam qiladigan, shirik keltirgan yoki kofir bo'lgan bo'ladi degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ota buvanglar bilan qasam ichmanglar degan. Ota onadan boshqa tuz, umr, sharaf qatorliq hamma narsa mushu doiraga kiradi. Bu narsalarning kishilar nazarida ma'lum hurmati bo'lsa-mu, haqiqiy va mutlaq ulug'liq Alloh taologa xosdir. Yana qasam degan ulug'lash bo'lib, bu xil ulug'lash bilan ibodat qilish faqat Allohga bo'ladi. Imom Abu Hanifa rahimahullohmu hammadan voz kechgan holda saf tavhid va ixlos asosida faqat Alloh bilan qasam qilinadi degan. Shunga qasamni Alloh taolo yoki u zotning go'zal ism sifatlaridan boshqa narsa bilan qilish durust bo'lmaydi. Alloh bilan qasam, vallohi, billahi, azbiroyi Xudo haqqi, jinim ilgida bo'lgan zot bilan qasam, Rabbim bilan qasam, Xoliq bilan qasam, Parvardigor bilan qasam degandek Alloh taolo va u zotning sifatlari bilan qilingan ant qasamlar to'g'ri va o'lchamli qasam hisoblanadi. Nomus va sharaf bilan qasam qilish shar'an cheklangan qasam doirasiga kiradigan bo'lib, kimki bilmay yoki majbur shunda qasam qilib salgan bo'lsa, kalima-i shahodat aytish bilan tavba qilib, istig'for aytishi kerak. Lekin bu shariat e'tiboriga oladigan qasam hisoblanmag'achqa, uninga odatdagi qasamninkidek kafarat kelmaydi. Jamoat guvohligi yoki notar, sud mahkamasi talab qiladigan yamanlik tarjimon davlat tarafidan e'tirof qilinadigan huquqli organ va aloqalar belgilamalar shart qo'shgan shakldagi qasam bilan kuchga ega bo'ladigan bo'lsa, mavjud davlatning ijtimoiy tuzumida Allohning nomi bilan qasam qilish bo'lmasa, lekin shu jamiyatda yashayotgan bir turkum kishilarning, xususan Uyg'urlarimizning rasmiyat bajarish va haq huquqini qo'g'dash uchun shundoq tarjimonga ehtiyoji bor bo'lsa, bu ehtiyojni eng yaxshi shaklda qamdashqa turishliq davlat talab qilgan diplom va saviyaga ega kishilar chin dilidan e'tiqod qilmagan holda qalbida rad qilib turib, og'zida talaffuz qilib qasam qilsa gunoh bo'lmaydi. Chunki maqsadsiz ichgan qasamlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasddan ichgan qasamlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni bandalarni jazolashga oldirib ketmaydi. Baqara surasi 225-oyat. Bu turli qasamga kafarat kelmaslikning sababini olimlarimiz mundaq izohlagan. Chunki qasam shipi keltirilgan shay'ini ulug'lashdan iborat bo'lib, ulug'lashga faqat Alloh taologa loyiqdir. Haqiqatan kishilar odatlangan Allohdan g'ayri bilan qasam qilishni shariat rad qilgan, Allohdan g'ayri bilan qasam ichish durust bo'lmagan ekan, u qasam hisoblanmaydi va unda qasam ichgan kishiga odatdagi kafarat kelmaydi. Demak, bu turlik noto'g'ri qasamning odatdagi qasamnikida kafarati yo'q, balki uning kafarati bunu hadisda ko'rsatilganidek kalima-i shahodat aytish bilan tavba qilishdir. Kimki qasam qilib qasamida Lat va Uzza bilan qasam deb solsa, orqadilla la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q da'vatsin. Imom Navaviy qasam qilg'uchining qalbidagi niyatiga qarab, bu xil qasamning hukmining farqli bo'lganligini mundaq bayon qiladi. Mubodo Allohdan g'ayri bilan qasam qilg'uchi u narsani Allohni ulug'lagandek ulug' deb e'tiqod qilsa, kofir bo'lib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kimki Allohdan g'ayri bilan qasam qiladigan kofir bo'lib ketadi degan hadisini mushundoq tushunish kerak. Chin dilidan maqsad qilmasdan til yugurib ketgan bo'lsa, makruh bo'lmaydi, balki bu inovatsiz qasamdir. Bütün muqaddas biladigan narsalari bilan qasam qilaman deb qasam qilgan ahvolda musulmonning muqaddas biladigan narsalari aniqla Alloh, Qur'on, Ka'ba qatorliqlardir. Qur'on yoki Qur'onning haqi hurmati,
Ka'ba yoki Ka'baning haq-hurmati qatorliq Alloh taologa nisbat beriladigan bir qism ulug' shay'larda olimlarning qarashlari o'xshash emas. To'g'risi, majbur bo'lmagan ahvolda bular bilan qasam ichmaslik kerak. Agar majburiyat yusidan qasam ichsa, hech qisi yo'q. Hatto ba'zi olimlarning qarshida majburiyat yusidan bo'lsa-mu, yo'qulqilar bilan ichilgan qasam kuchga ega qasamdir. Mubodo bu qasamda turmagan ahvolda kaffarat berib o'tish kerak. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.